Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani Bo'yrachidamiz. Shovotdan kelishda chap qo'lda svetofordan kirib kelasiz. Ko'pirdan o'tib o'ng qo'lda aylanganingizdan keyin chap qo'lda birinchi ko'cha Dilshodbekning uyidamiz. Bu uydan ko'mir atablini ishlarimizni aytib berganmiz. Uyimiz o'xshay 8 tochka bo'ldi. 6 yara batareya qo'yildi. Uyimiz shunday zamonaviy alyumin batareyalardan bo'lgan 500 ga 100 lik 10 santilik deb aytiladi. 32 lik 25 lik 20 lik aralashtirib ishlab berganmiz. Podachalarimiz 32 lik 25 bo'ldi. 30 metr 20 30 metr 32 lik 40 metr 25 lik 20 metr 20 lik ishlatib berganmiz. 100 shtuk alyumin batareyalar ketgan. Har birini rezvalarni yonib 90 gradus bukib rossiyskiy latonik kraniklardan qo'yib ishlab berdik. Dalanimiz girib yerimizda birinchi batareyamiz 20 lik bir yere qo'yib berganmiz. Tenni o'tgan yillarni shunday deb pontini asta tushirib berdik. Ertangi bo'sag'ini kafilataman dedi. Mana menga deyaveradi. Berimiz bir sifalimiz. Berimiz adam 17 lat birini tashlab berganmiz. Pasi balanti onun podacha obratga turib o'tgan berimiz ham. Uyimiz samotok sistemada ishlatibdi. Baqa chiqarib berganmiz bu yerdan. 32 ligimiz katyoldan chiqib tarixiy shumushacha 32 lik bo'lgan. Shundan beri 3 batareyamiz 25 lik bo'ldi. Bu ishlarni ham qo'llangancha akkuratni ishlashga harakat etdik. Salni ham tortgan ekan, suvoqlar tushdi. Bo'lmasa qo'llangancha shunday deb chiroyli ishlab berdik. Общий 120 kvadrat dedi. 120 pol. Joyimiz o'sha 120 kvadrat bo'ldi. Berimize Cooper OK20 degan katollarni olib ketgan, shularni qo'yib joylatib ishlab berdik. Hozir oxirida katollarni ham ko'rsatamiz. Berimizdan katolimizdan ketib kelgan obratkasi, podachasi shunday bo'ldi. Berimizdan bir ulrak xonamiz, zalm ekan, beri 20 lat birini qo'yib berdik. Berisi falanimiz, berimiz o'rtalik ham kichkinaroq bo'lgani uchun 13 latib bir yere qo'ydik. Buyaqlarimiz jallara qisib ketgani uchun kranikini yarimroq ko'p qo'yibmiz yana. Xalasangiz, bo'lni ochib ishlatsangiz ham bo'ladi. Qizibmi? Shagir. Uyda duvar mashinaga ketdi. Bir kuxnyamiz berimizdan 15 latib ham uglovoy hisobına birini tashlab berdik. Batareyamizni bir yoqdan kirgizib, ikkinchi yaqindan chiqarganmiz. Tellarni ham aylantirib berib, katyolimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'tganimdek, katyolni qo'yib Cooper OK20 degan katyollarimizdan samotok sistemada ishlatib topshirganmiz. Nasoslarni ham qo'yib, hozir nasosda ishlash uchun kraniklar bilan hozir samotok yonib turibdi katyol. 60 gradus bo'lib turibdi. Katyolni yonib turishi yana. Odan kömür aralashtirib solaveradi. Morlar 150 lik 6 metr bo'ldi. Siz ko'rib boraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Bu ataplenamizga o'xshay 26 million 26 million so'm pul chiqdi. Usta haqqisi, katyoli, materiali, hamma narsasi bilan birga. Siz ko'rib boraverasizlar, shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.